Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Mr. Beast o'yin o'tkazayotgan ekan. U o'yinda tezlik muhim ekan. Agar u o'yindan kim birinchi bo'lib o'tadigan bo'lsa, 1 million dollarni qo'lga kiritadi. Tushunmadim. Dream? Voy, shoshma, la'nati o'yinni boshlab yubordimi? Jinorson, endi nima qilsam ekan, ha? Mayli, o'yinchilar tezlashganda nima qilish mumkin, ha? Menga kravat kerak. Yo, mana kravat. Men o'ylab ko'rdim, menga bu kravat kerak emas. Boshlaringdan qolsin. Qani tezlik bilan sandiqni tekshirib chiqamiz. Menga seni bir ikkita buyumlaring kerak. Yo'q, qo'yli, bularni qayerdan olgansan? Oddiy aholida ham sehrlangan olma borligini bilmagan ekanman. Mana shu olma menga kerak, men albatta uni senga qaytarib beraman. Yo'q, tavba. Qani zudlik bilan ularni qaytar. La'nati, u menga qo'l ko'tardi. Xo'sh, mana endi ozuqa izlash kerak. Hoy, menga ozgina ozuqa bera olmaysanmi? Uzr oshna, bu yil polus ekinlarim chiqmadi. Qishloq aholisi ham och qolgan, chunki ozuqa yetkaza bilmayapmiz. Agar hozir men senga ozuqa beradigan bo'lsam, bizning bolalarimiz och qoladi. Hoy, la'nati, nimalar qilyapsan? Axir bolalarni o'ynasak-chi. Uzr oshna, men Dreamga yetib olishim kerak. Balki mana bu yerda kravat bordir. Yo'q, qo'yli, tashqaridan qaraganda ichkari bunchalik katta ko'rinmas ekan. Hoy, menga qara, menga vaqtinchalik kravat kerak. Sen la'nati birinchi navbatda bu yerdan chiqib ketishing kerak, yo'qol bu yerdan. Men shunchaki zudlik bilan bu o'yindan o'tib olishim kerak. Axir men Mr. Beast o'yinida g'olib bo'lmoqchiman. Mayli, senga yordam beraman. Yo'q, rostdanmi? Mr. Beast meni qizimni o'g'irlab ketgan. Yonginam shahlo ko'zlaring Feruzaga o'xshaydi. Tushunmadim. Ha, mayli, senga kravat kerak edimi? Qani men bilan yur. Mana bu meni xoram, sen uchun kravat izlaymiz. Wow, bu yerda men o'ylagandan ham ko'p kravat bor ekan-ku. Menimcha mana shular yetsa kerak. Sen mana bu zumradlarni ham ol. O'zingni tiklab olishingga yetadi. Rahmat, bunaqasini kutmagan edim. Qani ko'raylikchi, bu zumradlarga nima berar ekan? Tushunmadim, sen meni zumradlarimni loyga almashtirdingmi? Esing joyidami seni? Nima qilganing bu la'nati? Dream ham men qilgan xatoni qilmoqchimi? Tushunmadim. Olmoslik zirhli kiyim berdimi? Tushunmadim, ularni qanday qildi? Men ham shunaqa kiyim xohlayman. Jinorson, hozirgina men ko'rganimda bular yo'q edi-ku. La'natim mashinik. Yana bir sandiq. Bu olmosmi? Mana bu nonni ham olay, bo'lib bo'lmasin. Yomon bo'lmadi. Mana u o'g'ri bachcha, u bizni zaxiramizni olib ketgan edi. La'nat yey. Xayriyat, ulardan qutuldim. Agar orqaga qaytadigan bo'lsam, ular meni o'ldirishadi. Dream pastki qavatdagi dunyoga tushdimi? Men ham zudlik bilan pastki qavatdagi dunyoga tushishim kerak, bo'lmasa Dream meni yo'q qilib yuboradi. Mana men buzilgan portalni topdim. Xo'sh, tillodan bo'lgan olma va bir nechta buyumlar kerak. Bir dona obsidian yetmayapti. Xo'sh, qayerdan topsam ekan? Senga obsidian yetmayaptimi? Ha, obsidian yetmayapti. Hozir cho'ntagingdagi pulni chiqar, keyin men obsidian beraman. Menda 64 ta zumrad bor. Albatta, obsidianning narxi 64 ta zumrad. Yaxshi, mana bularni ushla. Sen bilan yaxshi savdolashdik. Bundan keyin menga zumradlar kerak bo'lmaydi. Mana endi yer osti dunyosiga olg'a. Xo'sh, mana endi qayerga borishim kerak edi? Yoki mana bu yergami? Keyin esa men ularni 20 ta tilloga almashtirib, qo'shilma tiqilib o'lma, bu voqealarni keyin eshitamiz. Nega uning tillolik zirhli kiyimi yo'q? Jinorson, men ko'p vaqt yo'qotyapman. Nega seni zirhli kiyiming yo'q? Hoy, men ularni uyda qoldiribman. Hozir men seni shashliqxonaga shashliq qilib topshirib yoraman. Xayriyat, ular ortda qolishdi. Mana endi men bir ilojini qilib o'zimga tillolik zirhli kiyim yasashim kerak. Qani, mana endi olg'a. Hozircha menda tillolik dubulg'a bor. Cho'chqalar bilan savdolashishim uchun menga juda ham ko'p tillo kerak. Balki men mana bu bastionni o'marsammikin? Jinorson, pigmentlar ko'p ekan. Shoshmanglar, menda bir ajoyib g'oya keldi. Mana bo'ldi, ish bitdi. Mana endi men bir necha daqiqa kutsam bo'ldi. Hozir menga yetkazishadi. Janob, sizni dastavkangiz yetib keldi. Darrov keldi-ku. Bir dona cho'chqa shiftmidi? Ha, shunday. Bir daqiqa janob, men suratga olishim kerak. Mayli. Bo'ldi janob, yaxshi qoling. Mayli, omading bersin. Xo'sh, mana endi menga kerakli buyum bor. Bu cho'chqa shiftmi? Axir men buni qo'shiqlarni yoqtiraman. Buni qaranglar, cho'chqa shift. Yo'q, bu haqiqatan ham cho'chqa shiftmi? Men ham yoqtiraman. Cho'chqalar bu yoqqa kelinglar, axir bu cho'chqa shift. Qo'yil, meni rejam va nihoyat cho'chqalarga ish beryapti. Mana endi orqa tomondan borib, ularni g'aznasini o'maraman. Mana endi rejam ish bersa bo'ldi. Tillolar, arbalet ham bor ekan. Xo'sh, buni sandiqda nima bor ekan? Yana tillo va arbaletning o'qlari. Xo'sh, mana endi qo'rg'on topishimiz kerak.
La'nati, bu qo'rg'on qayerda ekan, ha? Bu yaqin atrofda ko'rinmaydi-ku. Bu Dreammi? Bo'lishi mumkin emas. Men uni urib tushirdim-mi? Mana endi u hech qachon la'nati. Qo'yil. Yana bitta qo'rg'on. Xo'sh, men 20 ta padar la'natlarni o'ldirdim. Hoy, menga qara, men uni birinchi ko'rdim. La'nati, axir bu adolatdan emas. Mana endi u mendan oldinroqda bo'ladi. La'nati, 8 ta qarmoqni olaman deb qancha vaqtim ketdi. Mana endi cho'chqalarning oldiga borish kerak. Men sizlar bilan savdo sotiq qilmoqchiman. Senga to'yvachchada tilla bormi? Ko'p gapirma, mana bularni ol. Axir bu tilla-ku. Qani unga 4 ta ber. Menga yana bitta. Yana bittami? Unga 2 ta nayzalardan ber. Mayli, bilasizlarmi nima? Men hammasiga olaman. Bilasanmi, seni peshonangga omadsiz deb yozilgan. Nima? La'nati, Dream? Sen bizga tilla berishing kerak, temir emas. Mayli, keyingi safar keltirib berarsan. Nima? U sizlarga hatto tilla ham bermadi. U sizlarga bir parcha temir berdi xolos. Men ham oldin sizlarga shu taklifni berganimda qayerda edingiz? Axir bu Dream. Mayli, ko'p aldirama. Men marvaridlarni boshqa yo'l bilan qidiraman. Qo'yil, buzilgan o'rmon. U yerda endermenlar bo'lishi mumkin. Hoy, menga qara, senga zarar yetkazmoqchi emasman. Menga birozgina marvarid qarz bera olmaysanmi? Qani yo'qol bu yerdan marvaridingga qo'shib. Shoshilma, quloq sol meni. Men Dreamni mag'lub qilmoqchiman. Nima Dreamni? Mayli, men senga yordam beraman. Yo'q, rostdanmi? Chunki Dream meni yaxshi ko'rgan qizimni o'g'irlab ketgan. Yo'q. Yongina, menga turmushga chiqishga rozimisan? Qadringga la'nat seni. Seni tushunaman oshna. Mana bu marvaridlarni ol. Katta rahmat. U qo'rg'onga yetib boribdimi? Men hech qachon taslim bo'lmayman. Shoshma, men seni teleportatsiya qilishim mumkin qo'rg'onga. Qani bila qol. Qani boshladik. Yo'q, shoshma. Endermenlar uncha ham yomon emas ekan. Men portal bor xonani topishim kerak Dreamdan oldin. Shoshma, men hozirgina vulqonning ovozini eshitganday bo'ldim. Ovoz mana bu devor ortidan kelyapti. La'nati, bu yana nima balo bo'ldi? Boshqa u yerga qaytib bormayman. Mana u la'nati. Men seni topdim, Dream. Dream. Shoshma. U o'yindan o'tdi. Balkim bu tuzoq bo'lishi ham mumkin, lekin har narsaga tayyor turishim kerak. Shoshmanglar. Dream qayerga g'oyib bo'ldi? Unda ender marvaridlari yo'q edi-ku. Xo'sh, men unga yetib olishim kerak. Juniorson, men uni ko'rmayapman. Xo'sh, avvalambor mana bu kristallarni yo'q qilish kerak. La'nati, Dream u qayerdan paydo bo'ldi? Tochkasiga tegdi. Mana endi menda anchagina vaqt bor. Men zudlik bilan kristallarni sindirishim kerak. Xo'sh, mana bu oxirgi kristal. Yaxshi. U ajdarxoni qo'lidagi kravat bilan urib o'ldirmoqchimi? Juniorson ajdarxo hademay o'lib qoladi. Dream, qara bu yoqqa kel. Boshqa qochadigan yo'l yo'q, Dream. Men Dreamni mag'lub qildim. Men g'olib bo'ldim. Tushunmadim, bu qarmoqmi? La'nati, u ilib oldimi? Bo'lishi mumkin emas. Dream, qani bu yoqqa kel la'nati. Qochishni bas qil, qani men bilan jang qil. Tushunmadim, qishloq aholisi ozod bo'lishdimi? Bo'lishi mumkin emas bu. Sen nimalar deb baldiryapsan? Sen bu yerda nima qilyapsan? Axir men ajdarxoni o'ldirishim kerak edi. Siz o'yinda g'olib bo'lganingiz uchun 1 million dollarni qo'lga kiritdingiz. Nima deganing bu 1 million dollarni qo'lga kiritdingiz? Axir bu haqiqiy ham emas. Tavba, qishloqqa nima balo bo'ldi? Sen 1 million dollarni nimalarga sarflading? Onangni